Sizni ham mashinangizga xuddi shunaqa qora oyna chiqazib bera olamiz. Laboylarni shunaqa apparatni o'lchatib ko'rganmisizlar? Ko'rishingiz mumkin 70-66. Tak. Biza bu Monzaga avtogilas tomonidan ishlab chiqarilgan yangi chiqqan qora laboy, qora oyna modelini qo'yib berganmiz. Ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Kuzov laboy deyarli bir xil bo'lib turibdi. Qora kaziroli varianti bo'ladi. Pechatiga ahamiyat berasizlar. Qora oyna avtogilas. Stiker mana buni aniqlashtirib olsa bo'ladi. Poddelka ili original oynaligini bittada bilib olsa bo'ladi. Telegram bot orqali. Lip motorni ko'rishingiz mumkin. Bunga ham qora oyna qo'yilgan, bunga ham qo'yilgan. Oddiy oyna bilan qora oynaning qanaqa farqi bor degan savol bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mana ko'rishingiz mumkin. Avtogilas tomonidan ishlab chiqarilgan stok laboy qo'yib berganmiz bu Gentra'ga. Qora oyna, yashil, qora. Bunda hech qanaqa yashil ottенки bo'lmaydi. Standartga to'liq javob beradi. Любой mashinaga chiqazib beramiz. Ichkari tomonidan tiniqligiga, oyna sifatiga o'rnatib berishga garantiya beramiz. Sizni ham mashinangizga xuddi shunaqa qora oyna chiqazib bera olamiz. Mana bunaqa stokiy variant ham bo'ladi. Bizda mana ko'rishingiz mumkin Polaroid degan oyna ham bor. Mana shu turgan hamma oynalar avtogilas tomonidan ishlab chiqariladi.